Assalomu alaykum hurmatli Mobilix Time obunachilari, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana ko'rib turganingizdek boshlagan ishimizni tugatdi. Hop, taxmonimizga mana bu ishimizni joylab berdi. Ko'rib turganingizdek ro'para qismiga gazimizni ustanobga qilib berganmiz. Hop, tepaga vitichlarni ustanobga qilamiz. Pastiga duxovka o'rnini qo'yib qoldirib ketdik. Pastiga ehtiyojga qarab kattagina ishga qilib berganmiz. O'shinglar mumkin. Hop, buni yoniga bitta tomba tushirib berganmiz. Teparam tiylarni ham mustahkam bag'latdan qo'yganmiz. Bu yerda ajoyib mondaqangi yechim qilib ketganmiz. Ichlarigacha to'sib ketganmiz. Bu yerda eski holatini ko'rganinglardek bitta sutum bo'lgan, o'shani o'rab ketdi. Bu tomonimizga mana shkaflarga berdik, chiroyli qilib. Hop, batga mana zontik o'rin ochib, zontigimizni ustanobga qilamiz. Tepalarni ham chiroyli qilib yopib ketganmiz. Hop, bu yerga mana bunday yechim qildik. Endi boshqa variant qila olmadik bakka. Ko'rib turganingizdek, bu tomonida ochilmaydigan fash paneli bor. Ochilmaydigan qism uning orqasida bo'lganligi uchun foydalangani udobniy. Qo'yib olgani udobniy variant. Hop. Ko'rib turganingizdek, bu qismga proyekti ham bor. Buni video montajda qo'yib ketamiz, xudo xolasa. Moykani o'rnatib, moykamiz tepasiga pryamoy shkaf berganmiz, огромный. Bu ham ochilganda mana shunga kebrasa ravno bo'ladi. Bo'lsa. Mana bu tomoni ham. Burchakka mana ko'rib turganimizdek mana ravno shkaf berganmiz burchagiga. Xo'p, bizda dizaynimizni ikki tomoni bir xil bo'lishligi uchun mana ikki tomonga bir xil qilib tortma tushirib berdik. Chiroyli bo'lishligi uchun tortmalarimiz ham shuningdek tegi baquvvat mexanizmlari, davovchi mexanizm qo'yilgan. Yig'ilishlari ham ajoyib yig'ilgan. O'shinglar mumkin. Hop, bu yerga xolodilligimizni ustanobga qilamiz. Xolodilligimizga o'rin tashib ketganmiz. Xolodilligimiz tepasiga hop mana yana bitta shkaf tushirib berdik. Batda endi bizning ishimiz shu nasoslarini qo'yib berishimiz qolgan xolos. Hop, bu tomonimizga mana ko'rib turganingizdek огромный shkaf joylab berganmiz. Pastiga kartoshka, piyoz, so'zi, o'shanga o'xshagan un, mahsulotlar qo'yganini kattagina joy qoldirdik. Tepalarimizni endi bir xil qismga bo'lib qo'yganmiz. Ehtiyojga qarab manti qozon, tog'ora, shunga o'xshagan oshxona buyumlarini qo'ysa bo'ladi. Orqalarini ham MDFdan qilib berganmiz. Mustahkam baquvvat. Hali lapanlamaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga shunaqangi ishlarimiz kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana Mobilix Time'ga murojaat qilaverasizlar. Biz YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, TikTok barcha tarmoqlarda bormiz. Mobilix Time deb yozsalaring chiqib kelamiz. Nomerlarimizni pastda opisaniyada yozib qoldiramiz. Bemalol qaysiki tarmoqdan bo'lsa murojaat qilishinglar mumkin. Ishimiz yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldirishinglarni so'raymiz. Kamchiliklar bo'lsa bemalol yozib fikr bildirishinglar mumkin.
Sizlarning e'tiboringlar biz uchun muhim. Ishimizni yanada rivojlantirishimizga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.